Assalamu alaykum saboqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun al-usul min ilmil usul degan darsimizningki davomini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda qiyos haqida to'xtalamiz. Biz fiqhninki manbalari, ya'ni islom shariatininki manbasi 4. Uning birisi Qur'on, ikkinchisi hadis, uchinchisi ijma, to'rtinchisi qiyos degan edi. Bu qiyos degan model bo'lamdi. Ya'ni bir hukmga bir narsani qiyos qilib hukm chiqarg'ili bo'lamdi, bo'ladi. Buningki bir qancha shartlari va bir qancha turlari va. Qiyos degan nima? Buning o'zining ismidan chiqib turadi, qiyos qilish. Ya'ni bir hukm bor, uning hukmi Qur'on, hadis yoki ijmo orqali sabit bo'lag'liq. Masalan, haroq deyli, harom deymiz. Ammo yanada bir ichimlik chiqdi. Zabib ismi yoki kuvas. Melnim bo'lsin, yana bir ichimlik chiqdi. Bu odamni qanday qildi? Mas qiladi. Bu harommi? Harom. Nimaga asosan harom? Haroqqa qiyos qilinib harom deymiz. Nima uchun? İkisining o'rtasida o'xshash bir illat bor. U illat qaysi? Mas qilishni iborat bir illat bor. Haroqning harom qilinish illati nima edi? Mas qilish edi. Bu yangidan chiqqan ichimlikmi? Bunda mas qilish illati bo'lganligi uchun haroqqa qiyos qilinib qanday bo'ldi? Harom bo'ldi deymiz. Demak, mushunga o'xshagan Qur'on Karimda innamal khamru haroq deb keldi. Onundan boshqasi o'tmaymiz demaymiz. Shuningga o'xshaydigan narsa bo'lib qolsa, shunga qiyos qilib turib, qanday qilamiz? Uningga hukm beramiz. Buning uchun bu yerda nima shakllanadi deganda, qiyos qilinadigan bir hukm shakllanadi. Ya'ni asli hukm, xuddi haroqqa o'xshash. Buni biz asli hukm yoki maqisun alayh, uningga qiyos qilinadigan hukm deb ataymiz. Ikkinchisi maqis, ya'ni qiyos qilinuvchi hukm. Bu far' deb ataladi. Biz uningga qiyos qilgani, masalan, haroq asl deb ataladi. Biz qiyos qilmoqchi bo'lgan yangi bir hukm o far' deb ataladi. Bunun ikkisidagi o'rtasidagi illatchi mas qilishdan iborat bu illatul qiyos. Qiyosning nimasi? Illati deb ataladi. Bu shundoq qiyosning nimalari va arkan qismlari va biz buni to'g'ri o'qiymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Qiyos degan nima? Ta'rifuhu, uning ta'rifi al-qiyos lug'atan at-taqdir wal musaba. Qiyos lug'a jihatda ölçeş vel musava ve beraberlik degan ma'nosi bor. İstilahan kasbi jihatda tasviyatu far'un bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin beynihima. Tasviyatu far'un bi aslin. Bir far'ini asliga hükümde o ikkisining o'rtasida jo'g'lig'uchi illat bo'lganligi uchun barabar qilish. Diqqata, tasviyatu far'un bi aslin. Bir far'ini xuddi nabiz quvas deganga o'xshagan yana bir hukm chiqmagan bir far'i yana chiqqan masaladan birini bi aslin asliga, ya'ni asli hukmi va bir ishqa barabar qilish. Nimada? Fi hukm, bir hukmda. Nima uchun u yangidan paydo bo'lgan narsani asli bor bo'lgan hukmga barabar qilamiz? Li'illatin jami'atin beynihima. O ikkisining o'rtasida jo'g'lig'uchi illat bo'lganligi uchun, ya'ni o'xshash illat bo'lganligi uchun. Umumiy tarjima qilsak, hukmda asliga far'ini barabar qilish u ikkisining o'rtasida jo'g'lig'uchi illat bo'lganligi uchun, ya'ni o'xshash nima? Illat bo'lganligi uchun. Far', ya'ni far'i, ya'ni biz qiyos qilmoqchi bo'lgan hukm. Masalan, nabiz yoki kuvas degan bu yangi bir ichimlik paydo bo'ldi deylik, masalan. Buning bo'ladi qiyos qilmoqchi bo'lgan narsa far' bo'ladi. Ya'ni maqis, qiyos qilmoqchi bo'lgan narsa. Qiyos qilinadigan. Wal aslicho, asli hukm, haroq masalan, al maqis alay. Uning qanday qilinadigan? Qiyos qilinadigan. Uning ustiga qiyos qilinadigan narsa. Hükümço maqtadahu dalilu şer'i min vücubin aw tahrim aw sihha aw fasad aw gayriha. O şer'i dalil vaciblik, haramlık, sahihlik, fasadlık ve onun başkasından şer'i delille taqaza qilgan narsani bo'ldi, hukm bo'ladi. Illatchu al-ma'na allazi thabata bi sababihi hukmul asl. Asliningki hukmi, ya'ni haroqningki hukmi, masalan deylamda, ya'ni aslining hukmi uning sababi bilan sabit bo'lgan ma'no. Masalan, aslining hukmi, masalan, haroqningki hukmi uning tufayli sabit bo'lgan ma'no qaysi? Mas qilish. Ya'ni haroq harom bo'ldi. Nima uchun? Mas qilganlik uchun. Va hadhihi al-arba'a mushu to'ti, qaysi to'ti? Far', asl, hukm, illa. Mushu to'ti
Erkanul qiyas. Qiyasning erkanlari deb ataladi. Qiyas qilmoqchi olsak, farqasi, ya'ni biz qiyas qilmoqchi bo'lgan bu yangidan paydo bo'lgan narsa qaysi? Uning ustiga qiyas qilmoqchi bo'lgan asli qaysi? Xo'sh, unda bo'lsa hukmi nima bu asliningki? Yoki kelib chiqqan hukm nima? Uning o'tirisidagi illat nima? Mushu narsani surishtirish lozim. Chunki bu qiyasning erkanlari. Wal qiyas ahadul adillati lati tathbutu biha al-ahkam ash-shar'iyya. Qiyas shar'iy hukmlar uning bilan sabit bo'lgan dalillarningki birisi. Qiyas shar'iy hukmlar uning bilan sabit bo'lgan dalillarning birisi. Ya'ni kitob, sunnat, ijmo', qiyas. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وقياسنا اعتبار إلشقا شرعي جهتا دليل دلالات قلده. وقيسه كتاب سنة وصحابة لنا سözleri. Yani qiyasninki delilki nima deliliniz var desa, Qur'ondan bo'lgan dalili Allahu allazi anzal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Taala haqq bilan kitobni tushirdi, ya'ni Qur'onni tushirdi. Wal mizan va nimani tushirdi? O'lchiguchi tarozini tushirdi dedi. Qur'onni tushirdi, o'lchiguchi tarozi. Ya'ni bir narsani qiyos qilib, qanday qilgan o'lchaydigan bir tarozini qanday qildi tushirdi dedi. Wal mizan ma tuzanu bihil umur ve yuqasu bihi beynihima. Mizan deganimiz onun bilan ishlar o'lchinadigan va uning orqali va uning bilan o ishlarning o'ttirisini qanday qilib qiyos qilinadigan narsalarni bo'ldi mizan bo'ladi. Mizan deganimiz uning bilan ishlar o'lchinadigan va uning bilan o ishlar o'ttirisida, ya'ni o mizan bilan o ishlar o'ttirisida qanday qilingan qiyos qilinadigan narsaning bo'ldi mizan bo'ladi. Qavluhu Taala. Ya'ni bu yerdagi mizan degan gapni mana shunday demoqchi. Mizan, ya'ni taroza, ikki pallampi bor shundaqo. Bir pallampiga bir tal toshni qo'yamiz. Uni o'lchash uchun yana bir narsaga nima qo'yamiz? Bir narsa qo'yamiz. Ya'ni bir narsaning ig'irligini o'lchash uchun osh narsaga o'xshash bo'lsa, mening kilosi manchulabdi deb qana qilamiz? Qiyos qilamiz. Ya'ni o'lchaymiz, qiyoslaymiz. Bu shunga o'xshash. Ammo bu dalil bak vazih, ochiq dalil emas bu qiyosninki hujjatligiga. Ammo tuanda undan ochiq dalillar bor. Bu amma hadislarda. Alloh taolaning so'zi, ya'ni kama badana awwal xalqin nu'idu. Biz tunji yaratishni boshlagandek o insonni qanday qilamiz? Qayta qanday qilamiz? Yaratamiz insoniyatni. Demak, xuddi tunji yaratishni yaratgandek uni qaytlaymiz dedim-a. Ya'ni bu yerda tunji yaratishni yaratgandek deb Alloh taolo qanday qildi? Qiyos qildi. Bu yerda Alloh taolaning ma yuqorqi oyatlaridan qiyosga mantiqan, ya'ni logiki jihatdan dalil izlayotdi. Logiki jihatdan. Allohni qiyos qildi demoqchi bu yerda. Ya'ni biz tunji yaratishni boshlagandek uni qanday qilamiz? Qaytiramiz. Vallohu allazi arsala riyah fatuthiru sahaba. Alloh taolo shamolni avatdi. O shamol bulutlarni qo'zg'aydi. Ondan keyin biz o bulutni o'lik zaminga suriymiz. Onun bilan biz zaminni qanday qilamiz? Tirildirimiz o'lgandan keyin. Yomg'ir yog'dirib. Kazalikan nushur. Ashuningga o'xshash insonlarni qanday qilamiz? Tirildirimiz dedi. Demak, bu insonni tirildirishni xuddi Alloh taolo o'lik zaminga yomg'irni yog'dirib tirildirganga qanday qildi? Qiyos qildi. Demak, qiyosni ishlatishda Allohni qanday qildi? Ishlatdi demakchi. Fashabbaha Allohu taala i'adatul xalq bi ibtida'i. Ya'ni Alloh taolo qayta yaratishni uni tunji yaratganga o'xshatdi deydi. Alloh taolo mahluqotlarni qayta yaratishni o'lab bo'lgandan keyin qayta tiril, ya'ni yaratishni qaytalashni tunji yaratganga o'xshatdi. Va o'liklarni tirildirishni zaminni tirildirganga o'xshatdi. Bu bir qiyos deydi. Bu mantiqan, logika jihatda dalil topdimiyadi. Endi sunnatdan bo'lgan dalillari Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamninki liman sa'alathu anis siyam. Bir ayol so'di payg'ambarimizdan ro'z to'g'risida o anis haqida o'lib ketgandan keyin u anisi. Ya'ni bir ayol payg'ambar alayhisolatu vasallamdan onasi haqida onasi o'lib ketgandan keyin ro'z tutish to'g'risida so'di. Ya'ni onamninki ro'zlarini tutsam bo'lamdi deb so'di. Payg'ambarimiz unga nima bilan javob berdi? Qiyos bilan javob berdi. Ya'ni arayti law kana ala ummika daynun faqadaytihi akana yuaddi zalika anha. Agar uning onangizning ustida qarz bo'lgan bo'lsa, uni qanday qildingiz?
ada qilamdingiz? Onundan yani onun ada qilib anangizning o'g'lini qanaqa ada qilamdingiz deb so'radi. O ayol ha ada qildim dedi. Ne dedi Peygamberimiz? Fasumi an ummik. Anda olsa xuddi anangizdan qarzini to'lab qo'ygan o'xshash, anangizning ro'zini qanday qiling? Tutib qo'ying dedi. Demak, bu yerda qarzga ro'zini qanday qildi Peygamberimiz qiyos qilib ishlatdi. İkincisi, enne raculan eten nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den kaçağı geldi. An dedi, ey Resulullah, ulide li gulamun esved. Ma ayalım qar bir balı tuğdu. Qar bir balı tuğup badi. Dedi. Peygamberimiz, yani bu adam üzü akken, ama ayalımı akken, ama qar balı tuğup da ayalı. Bu ayalın gumallandı da bu adam. Andaki Peygamberimiz dedi, heleke min ibl, senin tügen var mı o dedi. Bu adam ha dedi. O tügenin rengi qanday debdi? Qizil dedi. Onu hal fiha min awraq, onun başqa rang alışıp qolganlari mı bormi? Yani olaları mı bormi dedi. O adam ha dedi. Fa anna zalik. Aş qizil tügeninki balası alı tug'ilib qolgan bo'lsa, fa anna zalik. O nereden keldi demisi? Qizil tügenin balası qizillashga shunday-ku. Nereden keldi debdi? La'allahu naza'ahu irqun. Belki onu ırık tatkan buluş mümkün. Yani o tüge kızılagan bilen o tügünün dadısı kızılap kalsa kinki nerveleri ilgisini qanday qilgan buluş mümkün, tatkan buluş mümkün debdi Peygamberimiz. Fala'alla ibnek hada naza'u irq. Sizin bu balanız mı ilgi şu ırık onu ırık tatkan buluş mümkün. Yani şu ayalınızın atı boğulunun içinde yoki sizin atı boğulunuzun içinde qara adam bo'lib qalsa şunu tatkan buluş mümkün deb tügü qanday qildi insonni qiyos qildi. Demek Peygamberimiz qanday qildi? Qiyos ishlatdi. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيه من اعتبار الشيء بنظيره. Şunun o'xshash kitap va sunnatga kelgan misollarning hammasi qiyosga bir narsani uning o'xshi bilan e'tibor qilishdan iborat bo'lgan o qiyosninki va sunnat dalilun alal qiyas. Mushu misollarning hammasi kitap va sunnatga kelgan dalildir qiyosga lima fiha min i'tibar şey binazirihi. Bir narsa onun o'xshulan itibarga ilishdan bo'lgan itibarga ilishqa bir dalil deydi. Yani delilun alal qiyas, qiyasqa bir dalildir. Lima fiha, yani o misallarda bu badır bir narsani itibarga ilish onun naziri o'xshulan degan gap. Yani bir narsa onun o'xshulan itibarga ilishdan iborat yuqorqi misollarda bo'lgan narsalar qiyosga bir dalil. Yani qiyosning dalil ekanligiga bir dalil deydi. Endi sahobalarning so'zlaridan bo'lgan qiyosning dalil ekanligiga hujjat ma ja'a an amiril mu'minin Umar ibn Khattab fi kitabihi ila Abi Musa al-Ash'ari fil qada. Amiril mu'minin Umar ibn Khattab ninki Abu Musa Ash'ariga qozilik haqida yozgan kitobida kelgan narsa. Yani dedi Ömer ibn Khattab ثم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في Kur'an ولا سنة dedi. Ondan ki sen abdan düşen sana kelgen narsalarni mimma varada aleyke sana fima adla aleyk degan sana sunulgan hükümler içinden dava dasturlar içinden sana sunulgan dava dasturlarını yaxshi düşen mimma varada aleyk sana kelgenlerinden mimma leyse fil Kur'an ve la sünnet. Kur'an ve sünnet bo'lmagan narsalarni Kur'an ve sünnet bo'lmagan narsalardan sana kelgen sana kelgan narsalardan sana sunulgan ishlarda uni qanday qil yaxshi tushun deydi. Ya'ni sana bir hukm sunulgan bo'lsa, o hukm davo dasturida sen Qur'on yoki hadisni qanday dalil topolmasang hukm qilishga uni yaxshi tushun. Ondan keyin qoisul umur indak. Ishlarni sening nazaringda ishlarni qanday qiyos qil. Ya'ni shu davo darsi o'xshaydigan boshqa hukmlar bormi? Yo'q, uni qarab uni qiyos qil. وَعْرِفِ الْأَمْثَالِ Onun o'xshashlarni yaxshi bil. ثُمَّ اِعْمَدْ فِي مَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللّٰهِ وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ Ondan keyin onunğa tayangın, yani nimaga? فِي مَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللّٰهِ Allahqa eng yaxshi ko'rilguchiroq, haqqa eng yaqinroq degan narsa deb qargan narsanga sen tayangın deydi. قال ابن القيم dedi İbn Qayyum وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبور. Bu kitap, yani bu xat
naiti bir ulug' bir xatki ulamalar uni qabul qilgan. Topshirib oldi ulamalar qabul qilishlarni kelib, uni ulamalar qabul qilgan bir ulug' bir xat. Hikoya qildi Muzani degan olim fuqaholar sahobalarning davridagi ila yawmihi ajma'u o'ziningki kunlarigacha degan gap, o'ziningki oxirgi kunlarigacha ajma'u ala anna nazirul haq. Haqning o'qishi haq bo'ladi, batilning o'qishi batil bo'ladi deganga ijmo kelgan. Vasta'malul maqayisa fil fiqh. Fiqhlarda va bütün hukmlarda qiyoslarni qada qilgan ishlatgan. Demak, qiyosning dalilligiga hujjatlar nihoyat ko'p. Endi qiyosning shartlari va lil qiyos shurut minha qiyosning shartlari va bir qancha shartlari va birinchisi alla yusadima dalilan aqwa minhu. Qiyos o'zidan kuchliroq bir dalilgacha tushib qolmasligi kerak. Fala i'tibara bi qiyasin yusadimu an-nass aw al-ijma'. Nesga tushib qoldigan qiyosninki yoki ijmoga tushib soldigan qiyosninki e'tibori yo'q. Hatto sahobaning so'ziga tushib soldigan qiyosninki e'tibori yo'q. Agar biz sahobaning so'zini hujjat deb qarasak. Ve yusamma al-qiyas al-musadim. Tushib solgan, ya'ni Qur'on hadisga yoki ijmoga tushib solgan qiyos fasidul i'tibor. Yuqori so'zlangan narsaga asosan bu fasil e'tibori ilinmaydi. E'tibori buzuq deb atiladi. Uning misali masalan ay yuqal yasih an tazawwaj al-mar'a ar-rashida nafsaha. Masalan aqliga yetgan, aqli o'sha joyda o'zi yo'g'nigan bir ayol kishi o'zini o'zi to'y qilsa, o'zini o'zi agvasa, velisiz holda buludu deyish. Qiyasan ala sihhati bay'iha maliha bighayri vali. Qiyas qilgan holda u ayolning savdo satqining to'g'ri ekanligiga velisiz holda. Ya'ni bir ayol kishi o'zining malini satsa bo'lamdi, bo'lmamda velisiz bo'ladi, veli ketmaydi uningga. Xo'sh, unda bo'lgan ekan o'zini nimishga ag'vermaydi deb aniga qiyas qilishcha bu fasidul i'tibor. E'tibor qilinmaydigan bir qiyas. Nimishqa e'tibor qilinmaydi bu? Savdo deganmi bir aqdi, nikoh deganmi bir aqdi. Nimishqa e'tibor qilinmaydi? Chunki bu hadisga tushib soldi deymiz. Bu qiyas fasil i'tibor li musadimatihi nas. Nasga tushib solganlik uchun u bo'lsin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamningki la nikaha illa bi vali. Velisiz nikoh emas deganlik uchun. İkinci şartı qiyasninki ayakuna hukmul asli thabitan bi nassin aw ijma'. Asli hüküm nas yoki ijma' bilan sabit bo'lgan bo'lishi kerak. Asli hüküm. Ya'ni haroqni harom desak, haroqning haromligi nima bilan sabit bo'lgan? Qur'onning oyati bilan sabit bo'lgan. Ya'ni asli hüküm biz qiyas qilmoqchi bo'lgan asli hüküm cho'qim nas bilan sabit bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni qiyas bilan sabit bo'lgan hukmga qiyas qilolmaydi. Qiyas qilolmaydi. فإن كان ثابتا أجر قياس ولن ثابت وغن بوسا بريكم لم يصح القياس عليه ونغا قياس قيلون مايدو قياس ولن ثابت وغن حكم قمامز وقتا أوم قياس لن بوغن ديكن ونغ بيشتكي أسلي حكم قياس قلمز وإنما يقاس على الأسل أسلي قياس قلندو برنج أسلي çünkü o birinci asliga qaytish avla çünkü قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا çünkü far'inin qiyası yani asli qilingan far'iga qiyas qilish asli bo'lgan far'iga qiyas qilish qad yakunu g'ayri sahih bo'lmasligi mumkin. Ya'ni biz qiyasdan chiqqan bir hukmga qiyas qilsak, ya'ni qiyasdan chiqqan bir hukmni asli qilib, uningga qiyas qilsak, qad yakunu g'ayri sahih. Bu to'g'ri emasligi mumkin. Li'anna al-qiyas 'ala al-far' thumma al-far' 'ala al-asl. Tatwil bila foyda. Chunki far'iga qiyas qilish, ya'ni qiyasdan chiqqan bir far'iga qiyas qilish, ondan keyin far'ini asliga qiyas qilish bu bir foydasiz uzartib o'tish. Ne foydasi uni qiyasdan chiqqan hukmni qiyas qilmay, uni qiyasdan chiqqandan keyin birinchisiga qiyas qilsak bo'ladi uni. Bu foydasiz bir uzartib o'tish. Bunun misali masalan, ayuqal yajriba riba fi zura. Qo'noqda jazoni bo'ladi desak, nimaga asosan? Gürüşki qiyas qilib turib. Gürüştiki hükümlerden paydo bo'lgan, gürüşni biz bug'doyga qiyas qilib turib, uningdan jazoni bo'ladi. Ya'ni o'xshash tegishmay, kam ziyada tegishsa jazoni bo'ladi degan. Asli hukmdagi bug'doy. Biz bug'doyindagi hukmni gürüşni bug'doyga qiyas qilib turib, o gürüşni jazoni bo'ladi
kim ziyada tegizsa degaydiq. Endi biz qunaqni gürüşki qiyas qilsak bo'lamdi, bo'lmaydi. Nimishqa bu far'i, qiyasni chiqar hukm gürüşniki. Biz o qunaqni gürüşki qiyas qilmay, bevosita bug'doy qiyas qilsak bo'ladi. Shunda deydi fal qiyas hakada g'ayri sahih. Bunda qiyas qilish to'g'ri emas. Lekin to'g'ri bo'ladi, yajri riba fi zura qiyasan alal bur. Qunaqda jazoni bo'ladi, bug'doy qiyas qilib turib desakchi, to'g'ri bo'ladi. Li yuqas ala aslan thabitin bin nas. Nimishqa nas bilan sabit bo'lgan asliga qiyas qilish uchun. Bunda desak to'g'ri bo'ladi. Chunki bug'doyda jazoni bo'ldiqi hadis bilan sabit bo'ldi. Shundaqo. Endi biz gürüşni bug'doy qiyas qildik. Endi qunaqni yeni gürüşga qiyas qilib uzartmay, bevosita nas bilan sabit bo'lgan bug'doy qiyas qilsaqchi bo'ladi. İkincisi ayyakuna li hukmil asl illat ma'luma. Liyumkin el-cem'u beynel asl vel far' fiha. Asli hükümninki bilinadigan ma'lum bir illat ulash lazım. Mesela haraq haram deymiz. Nima uchun? Uning illati nima? Mas qilish. Buning illati ma'lum. Bu illati ma'lum bo'lmasa, juğluq olmaydi. Biz qiyas qilmoqchi bo'lgan hukm undan birlashtirib olmaydi, juğluq olmaydi. Şuna liyumkin el-cem'u beynel asl vel far' fiha. O illatda asli bilan far'ini o'rtasini juğlashning mumkin bo'lishi uchun. فإن كان حكم الأصل تعبديا أجر أصلي حكم تعبدي بوسا يعني إلتني بلغلون بيدغان تعبدي صب تعبدي بوسا محل ديجن صب تعبدي بوسا لم يصح القياس عليه ونغا قياس قلش تغرم بيدو ونو مثلا أي يقال شو كي ديلدو لحم النعامة تغوغشنينكي يعني تغوقشنين güشي طهارتني بوزودو نمشقا قياس قلغان halda tügünün güشقا tügü o'xshagan tügü o'xshaydi deb munda qiyas qilsaqcha to'g'ri olmaydi. Nima ishqa? U tügüning go'shni tahoratning sunishi Hanbali mazhabda sunudi. Nima ishqa? Uningki illati belgilanmaydi. Xudoyim o'zi biladi, Alloh taolo o'zi biladi. Illatini belgilanmagan ekan, u tügüning go'shqa, tügü qushning go'shni qanday qilmaymiz? Qiyas qilmaymiz. Fa yuqal hada al-qiyas ghayr sahih. Deyildi, bu qiyas to'g'ri emas deyildi. Nima ishqa? لأن حكم الأصل çünkü aslının hükmü ليس له علة معلومة. Onun için ma'lum bir illet yok. Ve innema huwa ta'abbudi mahad alel meşhur. O sab ta'abbudi bo'lgan meşhur ko'z qarashga asosan o ta'abbudi bo'lgan nima o? İbadet o. İlleti yok onun. Dördüncüsü en tekuna al-illa mushtamila ala ma'nan munasib lil hukm. İllet hükümge münasib bir ma'noni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Ya'ni hükümge ta'sir ko'rsatadigan bir ma'noni qanday qilgan bo'lishi kerak? O'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Yu'lamu min qawaid ash-shar'i i'tibaruhu. Ya'ni shariatda uning e'tibori, shariat qoidalaridan uning e'tiboriga ilinganligi bilinadigan hükümge münasib bir ma'noni o'z ichiga olgan bo'lishi kerak. Illat. Masalan, al-iskar fil khamr. Haraqdagi mas qilishga o'xshash. فإن كان المعنى وصفا طرديا أجر hükümdeki aşı illetinin manisi tardi sıfat olsa yani qo'shimcha sifatlab qalsa o hükümdeki münasibeti yok qo'shimcha sifatlab qalsa onun bilan illet qilish to'g'ri olmaydi. Masalan qarliq, oqliq masalan. Masalan payg'ambarimizning qarvash odamdan birisi kelib bunda hukm berdi deb qilsa biz uningga shu qar odam kelsa munda bo'ldi deb o odamning qarliqiga bağlab, qarliqini illet qilib qiyas qilolmaydi. Çünkü o adamın qarilishi hükümge münasibetsiz. Misalu zalik aşu misali mesela hadis İbn Abbas radıyallahu anha, İbn Abbas radıyallahu anh hadisi enne Barira khuyrat ala zawjiha hina ataqat. Yani Barira degan bir qul azat qilingan vaqtida yo'ldoshiga ixtiyoriga qo'yildi. Endi siz azat oldingiz, yo'ldoshingiz bir qari qul. Xolisangiz yo'ldoshingizni nikohida qolasiz, xolisangiz ajrashalaysiz deb ixtiyorlik berildi payg'ambarimiz tarafidan. Va dedi İbn Abbas va kana zawjuha abdan aswad. Uning eri qarqul edi. Fa qawluhu aswad, hamda uningki erininki qarqul, qar ekanligi wasfun tardi. Qo'shimcha hukmga ta'sir ko'rsatmaydigan bir sifat o. La munasibata lihi fil hukm. Uningki hukmga munosabati yo'q. Masalan, shuning o'rnida oq qul bo'lgan bo'lsa, men o'xshash bo'laverdi hukm. وَلِذَلِكَ şunun için يَثْبُتُ الْخِيَارِ لِلْأَمَى şunun için didekke ihtiyarlık sabit buludu. Eğer azat kılınsa tahta abdin kulunun holatda bir ayal qana qılınıp kesse xotun qulva
Qo'ni qanday qildi? Qulluqdan ozod qilingan bo'lsa, ayolga ixtiyorlik sabit bo'ladi. Va in kan abyad. Gerçi uning erini bo'lsa-mu, oq qul bo'lsa-mu. Chunki uningki qor qul bo'lganligi vadisdagi qorliq vadisdagi hukm munosabatsiz. Va la yathbutu laha idha utiqat tahta hurrun va in kan aswad. Va sabit bo'lmaydi uning uchun ixtiyorlik sabit olmaydi agar ozod qilinsa, hurning ostida lab qolsa. Gerçi u hur qarvashidan bo'lsa-mu. Ya'ni bu yerdagi qorliqning hukmiga nimasi yo'q, hech qanday munosabati yo'q deydi. 5-sharti qiyosninki an takunal illa mavjudatun fil far'. Ya'ni far'da biz qiyos qilmoqchi bo'lgan narsada illat bo'lishi lozim. Shu kavjudiha fil asl. Xuddi aslida bo'lganga o'xshash far'da shu illatchi bo'lishi lozim. Kal iza fi darbil validayn al maqis ala at-ta'fif. Masalan, ota-ona usul bilan bo'lmamdi desak, bo'lmaydi shunday, ammo shariatning dalil bormi desa, bor deymiz. Nima dalili? Qur'on Karimda Alloh taolo ota-ona urush emas, ota-onaga demanglar dedi. Demanglar degan yerda urush texmi bo'lmaydi. Demak, bu yerda urushni biz demanglar degan oyat qanday qildik? Qiyos qildik. Nima uchun? Bu yerdagi bir illat bor. Qaysi? Ota-onaga bo'lgan aziyat berish. Shunga deydi, kal iza fi darbil validayn al maqis ala ta'fif. Ya'ni ota-onaga urushdagi aziyat berishga o'xshash al-maqis ala ta'fif. Ya'ni ota-onaga deyishga qiyos qilingan ota-onani urushdagi aziyat berishga o'xshash. Ya'ni aziyat berish degan gapda bo'lganga o'xshash urushdimi-chu, texmi bor. Demak, far'idimi-chu bu aziyat bor. Fa in lam takun al-illatu mawjudatun fil far'. Agar illat far'da bo'lmasa, qiyoschu to'g'ri bo'lmaydi. Uning misoli masalan أي يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا. مثلا buğdayninki jazaninki buğdayning ortiq kam qilsa jazolanishninki illatida ba'zi olimlar u qut, ya'ni asosli yemak deb qarasa, ba'zi odamlar u kamchilinib sotiladigan narsa o'g'achqa uning illati kamchilinish makil deydi. Ya'ni makil deb qarasak, endi shunga deydi, illat buğdayda jazoninki haromligida illat uninki kamchilinadiganligi deydi. Ondan keyin deyiladi, ilar jazona olmadimi bo'ladi, qiyos qilinib olmadimi bo'ladi desakchi, bu to'g'ri bo'lmaydi. Fa'dil qilgan g'ayri sahih. To'g'ri bo'lmaydi. Nimishqa? Chunki illat olmada, ya'ni far'ata. Far' degan qaysi shu olma. Olmada yo'q. Chunki olma degan nima emas? G'ayri makil. Olma degan anda kamchilinib sotilmaydi. Kamchi bilan qana qilinmaydi, sotilmaydi. Masalan deydi, ma'u taxmin cho'nib qo'ysam, ya'ni buğdayda jazoni ma'noda dedik. Jazoni ma'noshdagi illat nima? U kamchilinib sotiladigan narsa dedik. Kamchilinish deyishi, ya'ni sahoba payg'ambarimizning davrida shu oshliq faqat kamchilinib sotildi. Kamchi orqali. Shuning uchun buningki jazoning ma'nosi kamchilinib sotilganligi deb qaragan shu vaqtda. Endi biz olmani bunun qiyos qilamiz desak to'g'ri bo'lmaydi. Nima uchun? Buningdagi illat yo'q. Kamchilinish illati olmada yo'q. Chunki olmadan kamchilinib sotilmaydi. Endi qiyosning bir qancha qismlari bor. Yanqasimul qiyas ila jali va xafif. Qiyos oshkora va yushin deb ikki turga bo'linadi. Jali deganimiz ma thabata illatuhu bi nassin aw ijma'. Uning illati naslan va ijma' bilan sabit bo'lgani. Aw kana maqtu'an fihi bi nafi al-farq bayna al-asli wal far'. Yoki uningdagi ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والأصل والفرع. Yani asli bilan farqning o'rtasidagi farqninki yo'qolishi bilan uningda keskin hukm bo'lgani. Hech qanday nima yo'q, farq yo'q, o'xshash deb keskin bir bo'lgani, buning bo'ldi jali bo'ladi. Masalan, uning illati naslan sabit bo'lganning misoli qiyosul man' min al-istijmar bid-dam an-najis al-jaf. Ya'ni qurib qolgan qattiq qon bilan istinjo qilishninki chekindiganligining qiyosi. Bu bir qiyos hukm. Qurib qolgan qattiq qon bilan qiyos qilib bo'lmaydi. Nimaga qiyos qilindi? Alal man'i min al-istijmar bir-rawsa. Raws bilan istinjo qilishninki cheklanganligiga qiyos qilindi. Nimishqa ikkilisi nijosat. Buni o'tirsa hech qanday buningda farq yo'q. Ammo u asli nima bilan sabit bo'lgan, aslidagi illati naslan. Shunda deydi, fa inna illata hukm al-asl thabitatun bin-nass.
Əslinin hükmünün illeti nəsələn sabit olğan. Bir vaqtdaki əkeldi İbn Məsud radiyallahu anhu Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tal taşını bir tal tizekni əkeliydi. İstinca qilish üçün Peyğəmbərimiz iki tal taşını aldı, tizekni taşlab etdi və dedi bu ne? Və hada riksun, bu necis dedi. Demek bununki illeti ne bilen sabit oldu? Nəsələn. Endi onun illeti icma bilen sabit olğanın misali çəkildi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qazininki açıqlanğan holatda hüküm qilishni qanday qildi? Çəklidi. فَقِيَاسُ مَنْ الْحَاقِنْ Şununğa oxşuğan haqinning mu qaza hüküm qilishnicho çekilinishi qiyas qilinadi ala man'il ghadban minhu. Aşıq hüküm qilishni açıqlanğan adamninki hüküm qilishni cheklaganiga qiyas qilinib haqin odamgimicho haqin adamning qiyas qilinishi cheklanadi qiyasdan. Qiyas qilinishi cheklanadi. Nimiş desa li thubuti illati al-asl bil icma'. Aslininki illati icma' bilan sabit bo'lganligi uchun. Asli qaysi? Açıqlanğan adamninki açıqlanğan holda hüküm qilishi. Açıqlanğan adamninki açıqlanğan holda hüküm qilishning cheklanishning illati nima? Tashvishul fikr. Fikrning chekilib ketganligi. Qalbning mashg'ul bo'lganligi. Bu haqindamuchi o'xshashba. ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفرق بين الأصل والفرع. Asli bilan far'ning o'ttirsidagi farqning yo'q bo'lganligi keskin bo'lganning misoli qiyas tahrim itlaf mal al-yatim bil libs ala tahrim itlaf fi bil akl lil qat' binafi al-farq baynahuma. Allah Taala Qur'on Karimda "Va la ta'kulu amwal al-yatama" yetimlarning malini qanday qilmanglar? Yevamanglar dedi. Allah Taala yevamanglar degandek yetimning malini yevamay kiyvasak bulamda, öylede o'ltirvasak bulamda bo'lmaydi. Nima uchun? Bu o'xshash. Buning o'tirsa hech qanday nima yo'q, farq bor. Yevamanglar degan qiyas qilib, yevasangiz, ichivasangizmi, o'ltirvasangizmi, kiyvasangiz o'xshash harom deymiz. Shunga deydi, qiyas tahrim itlaf mal al-yatim. Yetimning malini kiyish bilan buzib o'tishninki haromligininki qiyasi nimaga? Ala tahrim itlafihi bil akli. Yiyish bilan yetimning malini ilib olishninki haromligiga bo'lgan qiyasi. Bu ikkisining o'rtasida nima yo'q, hech qanday farq yo'q. Liqat'i baynal farqi baynihima. Ya'ni yetimning malini yeb buzib o'tish bilan, ya'ni yeb yo'q qilib o'tish bilan kiyib yo'q qilib o'tishning o'rtasida hech qanday farq yo'q. Lil qat'i keskin nima yo'q, farq yo'q. Buni har bir aql egasi biladi. Ana ikkinchi qismi qiyasning xafi. Xafi degan qaysi desa, ma thabatat illatuhu bi istinbat va lam yuqta' fihi bi nafi al-farq bayna al-asl wal far'. Onun illeti istinbat bilan, ya'ni hukm elish bilan, izlanish bilan sabit bo'lgani. Onun asli bilan farqining o'rtasida farqning yo'qligi keskin bo'lmagani. Onun misali masalan qiyasul ashnan alal bur. Supullarninki bug'doyga qiyas qilinishi bir illat varmı? Qanday illat var? İkilisi kamchilinib sotiladi. Bi jami'al kayl. Kamchilinishning ibaret bir jo'g'liqchi illat bo'lganligi uchun supunmi qanday qilinadi? Buningda jazoni mangadi deb qiyas qilish. Endi bu yerdagi illat nima emas? Keskin farq yo'q degan farq bor. Nima farq yo'q? Farq bor. Chunki birisi yeydigan narsa, u birisi degan yeydigan narsa emas. Fa inna ta'lila bil kayl kamchilik bilan illat keltirish lam yathbut binas. Yani buğdayni da cezanı oldu. Nima uchun? Kamchilan bo'lganlik uchun deb kamchilan illat qilish bu naslan sabit o'g'ash emas. Ijmo bilan emas. Istinbat olimlar bunda qalab payg'ambarimiz jazoni oldu degan narsalar qarasa hammasi kamchilanib setildi ekan. Bunun qaraganda jazoninki illati kamchilanib setilgan narsa ekan deb istinbatlan chiqargan narsa. Demak buning illati nima emas? Naslan ijmo bilan sabit bo'lgan narsa emas. وَلَمْ يُقْتَعْ فِيهِ بِنَفِي الْفَارِقِ. Şunun için aslen farqning o'rtasida farq yo'q deb keskin deyilmedi. Chunki minal jaiz ay yufarriqa baynahum. Chunki o ikkisining o'rtasida farqlandigan oldu. Sopun bilan buğdayning o'rtasida. Gerçi ikkilisi kamchilik setilsa-mu? Chunki buğday mat'um, yildigan narsa. Sopunning qaram-qarshisiga xilofi bilan. Endi qiyas-ı shabah deb bir narsa bor. قياس الشبه ومن القياس ما يسمى قياس الشبه
Qiyas shabah deb atilgan bir narsa va huwa yataraddada far'u bayn aslayn muxtalif al-hukm va fihi shabah bi kulli minhuma fayulhaq bi aktharihima shibhan bihi. O bir hükümninki iki asli bir far'ining iki asli o'ttirisida taraddud bo'lishi. Ya'ni hukmi o'xshamaydigan iki asli o'ttirisida. Ya'ni yangi bir hukm chiqdi. Bunun qaysini qiyas qilaman desa, qiyas qilg'ili bo'lgan ikki dona hukm bor. Ya'ni aslidan ikkisi bor. Bu ikki asli birisi qanaqa qilmaydi, o'xshamaydi. Ya'ni ikki dona aslini o'ttirib qanday qilgan, mutaraddidlab qolgan. Wa fihi shabah bi kullin minhuma. Ya'ni u far'ida o ikkisining har biriga o'xshashligi bor. Fayulhaqu bi aktarihima shibhan bihi. O far'iga o'xshashlik jihati ko'proq qo'shiladi. Ya'ni far'iga qaysi asli o'xshashligi ko'proq bo'lsa, shuni qo'shiladi. Buning misoli masalan, al-abdu hal yamliku bit-tamlik qiyasan al-hur aw la yamliku qiyasan al-bahima. Qul igidarchilik qilish bilan igidarchilik qila olamdi. Ya'ni qulga xo'jayini ma'nosinin deb o'ydan beni bersa, qul unga igi bo'la olamdi. Qiyasan al-hur. Hur insonlarga qiyas qilib turib qulni qila olamdi. Yoki igulanmamdi, bunun bir qiyas qilib turib bahimiga, ya'ni hayvonlarga qiyas qilib turib. Nima uchun bu qolni bir tarafdan hayvonga, bir tarafdan hur insonga qiyas qilamiz? Hur insonga qiyas qilinishi, u hur insonga o'xshash aqli va tafakkuri va hamma hur insonga o'xshaydi. Kuchliroq tarafim mavo masalan. Yana bir tarafdan bu qo'y qiliga o'xshash xo'jayin o'lib qolsa, uni balasi miras ati, xuddi shu charmonliga o'xshash, uning tug'ilgan bolasini qo'llab, shunda davom qiladi bu. Bu tarafdan sap nimaga o'xshaydi? Hayvon chorapaylarga o'xshaydi bu. Hukm jihatdan de chorapaylarga qiyas qilib qolsa, bu bir narsaga ega bo'lmaydi. Ammo hurga qiyas qilib qolsa, u bir narsaga nima bo'la oladi? Ega bo'la oladi. Demak, hur bir narsa ega bo'la olamdi, bo'lanmamdi degan bu yangi chiqqan bu far'iy hukmni hur ve çarpaydan ibaret iki asli hükümge qiyas qilish to'g'ri kelib qoldi. Ya'ni mutaraddid bo'ldi. Buni bo'ldi qiyas shabah bo'ldi. İza nazarna ila hadayn al-asliyayn al-hur wal-bahima, agar biz hur va bahima likni ibaret bu asli ikki dona narsaga qarasak, ikki asliga qarasak, wajadna anna al-abda mutaraddidun baynahuma. Qulning ikkisini o'tirisida taraddud bo'lganligini ko'ramiz. Fa min haythu annahu inson, bir tarafdan u inson aqlliq qilg'ashga savob beriladi, gunoh qilsa jazolanadi, xotin oladi, taloq qiladi. Nimaga o'xshaydi bu? Hurga o'xshaydi bu jihatdan. Ya'ni bir tarafdan bu qul setladi, go'ro'ga qo'yiladi, vaqf qilinadi, hadiya qilib beriladi, miros qilinadi. Bu nima qilyapsa? Wala yuda'u. Ya'ni buni anda nima qilinmaydi? Amanatga qo'yilmaydi va buzuvasa, amanatga qo'yib buzuvasa, qimmatini pulusini to'lab beradi uningki. Uningga bahimiga o'xshash xuddi kala, qo'yga o'xshash qanday qilinadi? Muomala qilinadi bu jamiyatda shunda, qulluq jamiyatida. Va qad wajadna annahu min haythu at-tasarruf al-mali. O mali tasarruf jihatdan, iqtisodiy tasarruf jihatdan uningki bahimiga o'xshaydiganligi ko'proq. Mush bahima o'xshaydigan qanday qilib tapdiq. Shuning uchun u bahimaga hukm mali tasarruf jihatdan nimaga o'xshaydi? Bahimaga o'xshaydi deb uningga qanday qildi? Qo'shiladi deydi. Bu bir ijtihad. Va hada al-qism, bu qism qiyosdan zaif, ojiz bo'lgan bir qism bu. Chunki uning bilan asli o'tirisida barobar munosib nima yo'q? Illat yo'q. Munosib illat yo'q. Siva annahu, lekin u ko'pincha hukmlarda o'xshaydi. Ko'pincha hukmlarda o'xshaydi, ma'annahu yunazi'u aslin akhar. Ko'pincha hukmlarda o'xshashulab turib, yana bir asli bilan tortishadi. Ya'ni bunda bir far'ida bir hukmlarda bir asli bilan ko'pincha jihatda o'xshashib turib, o'xshashlikqa bor turib, yana bir hukm uni yana bir tarafdan qanday qilib tortadi. Yunazi'u aslin akhar. Yana bir asli uni tortadi. Am qiyosli aksida bir gap bor. Qiyoslar aksida. Bu qiyoslar aksi degani nima desa, isbatu naqid hukm al-asl li far'in li wujud naqid illati hukm al-asl fihi. Aslining hukmining ziddini, qarama-qarshisini
pər'iga isbatlash. Nemişqa isbatlaymiz? Əslinin hükmünün ziddini pər'iga isbatlaymiz. Livujud naqid illati hukmul asli fi. O pər'ida əsli hükmünün illetinin qarşı-qarşısının bolğanlığı. Kalamlar bir elişidi var, yəni ansanlar. Əsli hükmünün ziddini, qarşı-qarşısını pər'iga isbatlash əsli hükmünün illetininki naqidi, yəni qarşı-qarşısı o pər'ida bolğanlıq üçün. Misalını görsənlər təxmin uçuqlaşıdı. Misal keltirdi onunğa Peyğəmbərimizin sözünü: "Və fi bud'i ahadikum sadaqah." Sizlərin hər bir əzayınlarda sədaqə var dedi. Sahabelər dedi: "Ya Rasulullah, ayati ahadna şəhvətəhu və yekunu lahu fiha ecrun." Bir adam özünün şəhvətiga gəlsə, yəni ayollar yaxınçılıq qılsa, onunğa mı savab bulamdı o dedi. Peyğəmbər Əleyhisselam: "Ərəytum law wada'aha fi haram akana alayhi viz?" Əgər onu günah qoyğan bolsa, onu günah ulamtıydı, demedi. Yəni günaha işlətgən bolsa, şəhvətini günah ulamtıydı, haram işlətgən bolsa demedi. Ədibdi. "Fəkəzəlike izə wada'aha." Şununğa oxşaş onu halal qoysun üçün onunğa əcr var dedi. Yəni fəəthbətən Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm isbatladı Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm pər'iga, qaysı pər'i o pər'i bəyədiki ayalğa yıqınçılıq qilishdən ibarət bolğan bu pər'iga, halal pər'iga naqid hukmul asli. Əsli hükmünün ziddini qana qıldı, isbatladı. Əsli hükm qaysı o? Haram bolğan vət'i. Haram bolğan vət'inin əsli bu hükm. Bunu hükmünün ziddini isbatladı. Nimişqa livujud naqid illatil hukmul asli fi. Əsli hükmünün illeti o pər'ida zidd olğanlıq üçün. Yəni əsli hükm vat'il haram şundağı o vat'i haramның hükmününki ziddini, yəni haramlıqdan ibarət ziddini, yəni haramlıqның ziddini mi? Halal. Bunu pər'iga isbatladı. Pər'i qaysı? Vat'ul halal. Nima üçün? O əsli vat'ininki hükmünün illetinin naqizi o pər'ida bolğanlıq üçün. Yəni əsli vat'i haramninki ziddi pər'ida bolğanlıq üçün. O pər'i qaysı? Vat'ul halal. Vat'ul haramninki ziddi qaysı? Vat'ul halal. Əthbətə lil fər' əcran. Fərqə əcrini isbatladı. Yəni vat'ul halalğa əcrini isbatladı Peyğəmbərimiz. Nimişqa? Lənnəhu vat'u halal. Çünki o halal vat'i. Şununda xuddi əsliga günahını isbatlagandek. Çünki o vat'i haram. Xuddi əsliga günahını isbatlagandek pər'iga savabını isbatladı. Nimişqa? Çünki pər'i vat'i halal, əsli vat'i haram. Yani qayta ko'rsanlar, qayta izlansanglar qillanlar tushadi va biroz mantiq aralashmayaga. Unda bo'lsa, arkadaşlar, bizning bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum.